9 ta savol bilan Tailand va Vyetnamni solishtiramiz. Qaysi davlat arzonroq? Vyetnam arzonroq, ovqat, transport va shoppinglar Tailandga qaraganda ancha tejamkor. Qayerda dengiz yaxshiroq? Tailandda Phuket va Krabi orollari toza suv, oqim, resortlar juda ham chiroyli. Halol ovqatni qayerda topish oson? Tailandda ham Vyetnamda ham halol oshxonalar juda ham ko'p, ikkalasida ham o'zbek oshxonalar bor. Qayerda ko'proq dam olish, relaks? Tailandda spa, massaj, tungi hayot, resortlar juda ham rivojlangan. Qayerda ko'proq ekskursiya bor? Ikkala davlatda ham ekskursiyalar ko'p, lekin Tailand nisbatan yuqoriroq. Qaysi davlat xavfsizroq? Ikkala davlat ham xavfsiz, lekin Tailand Vyetnamga qaraganda turistlar uchun biroz qulayroq va tizimli. Shopping qayerda yaxshiroq? Bunda Tailand yutadi, chunki Bangkokda, Phuketda shopping markazlari, brendlar va boshqa bozorlar juda ham rivojlangan. Qaysi davlatga birinchi borish yaxshiroq? Tailandga, chunki Tailandda servis yuqori, birinchi borgan odamlar uchun tushunarli. Qaysini tanlash kerak? Agar siz komfort, dengiz va dam olish xohlasangiz Tailand, agar arzonroq, sarguzashtga boy, tabiatni tanlasangiz Vyetnam. Agar siz bo'lganingizda qaysi birini tanlardingiz, Tailand yoki Vyetnam? Kommentariyada yozib qoldiring.